Assalamu alaykum Optun Texno obunachilar, sağ salamat yuribmisizlar. Xudo xolasa bugungi videomuz ina va'da berdik. O'tgan videoda biza kommentariy show qo'yganmiz. Bugun kommentariy showdan o'yinimiz xudo xolasa. Shuning uchun videoni o'tkazmasini ko'ramiz. Bugun yangiliklar ko'p, do'konimizda aksiyalar zo'r bo'lib turibdi. Bugun zo'r yangilik bilan xudo xolasa chiqartirman. Birinchi yangilikimiz xudo xolasa shopperlar bo'ladi. Akka bana kamerani ko'rsat. 200 400 500 ming so'm naqd pul shopperlarga beriladi. Bu voucher hisobida beriladi. Shopperlar sizlarga 500 ming so'mni do'konimizdan chiqma holda liboy narsa olib bilasizlar. Xolasangiz kelishingizda puldan beraveramiz. Endi shopperlarni xudo xolasa aksiyasini eshitdingiz axrang. Bizlar odam aytsangiz bo'ldi. Ya narsa olish shart emas. Bu 500 ming so'mga to'liq odam aytgalasizlar, siz bonus chiqarsizlar. Do'konimizdan 500 ming so'mlik bonus chiqadi. 500 ming so'mga liboy narsa asosida bo'ladi. Xolasangiz bir kunda 2 kun kelib yenglasangizlar ham bo'ladi bonuslaringizni, masalan 500 deb kattaroq platib halagan bir maishiy texnika olib kelsangizlar ham bo'ladi. Bu bir. Ikkinchi yangilikimiz xudo xolasa sizlarga tekinga telefon ya bo'lmasa planshet berishni boshlaymiz. Bu absolyutda mutna bo'ladi. Telefonimiz ham prostoy telefon emas, Note 40 dan 256 GB operativ pamyati, operativkasi 16 GB bo'ladi. Sensorni xolasangiz buni sizlarga mutna xolasangiz bolalarınıza hem notebook hem planshetdan shunday tekinga beramiz. Buni olish uchun bizdan kelib libo bir maishiy texnika. Masalan, yine xolodilnik bo'ladimi, ya bo'lmasa mana kir mashin bo'ladimi, ya bo'lmasa televizor bo'ladimi, sotib olasizlar. Hala yanında bir dana alasanızlar, bir dana plansheti, xolasangiz bir telefonini shunday mutuna beramiz. Endi xolodilniklarning aksiyasidan boshlayveramiz. Bo'lmasa bizdan kelib xolagan bir xolodilnikni olasizlar. Yanında qaranglar sizlar mutunani olib beramiz. Hozir bularni olib qo'ying. Telefonunu alıp beraman. Qaranglar. Bir xolodilnik alasizlar 5 million so'mdan tepasi bo'lgan, xolagan birini. Yanında ko'rib turgan stroyni duxovkasi mutran bo'ladi. I varishli paneli, i plyusdan sizlarga ko'rib turgan vichkalarni. Bu kuxunniy mebellaringizda shunda zo'ttirsangiz yana chiroyli bo'lib turadi. Duxovkasi, yana varishli paneli, yana ko'rib turganlaringizning vichkasi shunday bo'lib turadi sizda. O'yni agar zo'ttirsangiz yana shunday narsa. Bu narsani bozor narxini oladigan bo'lsangiz, gideta 5,5 dan ta 7 milliongacha bo'ladi. Narx zvajdan ham sifatlisini ko'p-ko'pmi Artel brendinden duxovkasi, Volmerdan yana varishli paneli, Ferri'den ko'rib turganlaringizning vichkasi shunday tekinga bo'ladi. Bunga plyusidan sizlarga yana bir dana telefon ham beramiz. Telefondan narxi 2 million, 2,5 million so'm hamma yerda yuradi. Buni hamma biladi. Xolasangiz ChatGPT urib ko'nglar, xolasangiz bu yerda qarab ko'rsangiz ham mumkin narxini. Shu narsa bir komplekt bo'ladi. Yo'q, bu narsa kerakmidi? Ma'lum endi kuxniy mebel aytmayacakman deydigan bo'lsangiz, sizlarga bir dana duxovkasi, bir dana mikrovolnovkasi, plyusosi, so'koshi markasi, blenderi, tifali, termozi, limonchaniga eng ko'rib turganlaringizni bir dana telefondan beramiz. Agar bu narsalarning bor men o'yimda deydigan bo'lsangiz, podarkasına 4 million so'm pul beramiz, yanında bir dana telefonu bilan. Buni ichib bo'ladi. Ko'p aytishi mumkin, hozir narxlar sun'iy ravishda oshgan bo'lishi mumkin-ku. Sen qo'shib berib turgan narsalarni sen xolodilnikning ustiga qo'shib berib turgandisan deysizmi? Xudo xolasa narxlarni bir yandan tanishtirib o'taman. Kelinglar. Ishi ideal brendi, turetskiy brend bo'ladi. Narxi 8 million 8 million 900 hamma yerda sotilib turgan yerinde bugun men sizlarga real narxga qo'yib beraman. Qaranglar. 7,5 ham deyman. O o'tgan videoda 7,5 qo'ydik, keyin 6,5 ham qo'ydik. Bugun sizlar uchun buni narxini 5 million 500 ming so'mga tushirib beraman. 5 million 500 ming so'm ichida sizlarga 2 million 2,5 million so'mlik telefoni va yana 4 million so'm pullarni voucher qilib qaytarib beramiz. Do'konimizdan chiqqan holda xohlagan bir narsa olishlaringiz mumkin. Bu No Frost воздушный охлаждение, mana ko'rsatib o'ting. Bo'yini 210, eniga 60. Ina, ko'ringlar. Tak. Frezonalari bor. 4 tane polkasi bor, pastda morozinlik bo'ladi. Polni displey yuqori chiqqan bo'ladi. Bu yerdan polni nani boshqarsangiz bo'ladi, xolodilnikni. Keyingi brendimiz Ferri brendi, turetskiy bo'ladi. No Frost воздушный охлаждение, bam yana depasi xolodilnik, pastda morozinlik. Buni 5 million 500 ming so'm qo'yib beraman, 8,5 millionlikini. Gel bana. Legendan amina 6,5 million so'mga kelib asoslar bilan buni narxini tushirdim. Gel bana. Endi Beston. Buna 5,5 million so'm beraman, 6 million 900 800 sotib o'tiribdilar hamma joyda. 5 million 500 ming so'm Optun Texnodan kelib 4 million so'mlik voucher bir dana telefoni bilan olib kelsangiz bo'ladi. Endi bidazi Immer yine ko'ringlar, narxini 6 million 500 ming so'm belgilimi 6 million 500 ming ichida bir dana 2 million so'mlik telefoni 4 million so'm puldan beramiz.
Tak, keyin kir maşinini soradınızlar. Kir maşinlar ham hozir xudo xolasa to'y sezoni geldi. Kir maşinlar ham narxlarini sırasını deb beramiz. Bugun xudo xolasa nereal narsa bo'ladi. 10 kilolikdan boshlayveraman. Qaranglar, bizdan kelib, hatta xohlagan bir kir maşini sotib oling. Yanında bir dana duxovkasi, pilisosi, chopperi, tifalı, chayniki, ütügi, doskasi, sushilkasi, yanında yine bir dana telefondan shunday tekinga qo'shib beramiz. Bu kerakmi deysizlarmi? Kelasizlardan yanında pilisona sizlarga telefon ham berazakmiz. Xudo xolasa telefon ham sizlarga bonus aytdik-ku. Xolasanızlar kir maşini olinglar, xolasanızlar konditsioner, xolasanızlar xolodilnik, xolasanızlar ana televizor alasizlar. Sizlarga telefon muhtra bo'ladi. Xolasanızlar planshet ham notebook bo'lib ishlaydi uni shunday tekinga qo'shib beramiz. Voucher ham beramiz bularga. Ko'plar aytadi, men to'ychi emasman, yataza xo'jalik emasman, bizlar voucher bor, do'konimizdan chiqman holda, bu narsa alali biza. Bizimizga kerak narsalar deb unda sizlar ham bo'ladi. Görüp turgan kir maşinlarınız 5 milyon 900 bin so'm edi. 3 milyon 900 bin so'm skitcha qo'yamiz. 3 milyon 900 bin içinde sizlarga 3 milyon so'm pullarınız bir dana telefonlarınızı qo'shib beramiz. Undan tashqari 10 kilo so'ragan obunachilarimizga 6 milyon 900 edi, 4 milyon 900'e beramiz. 4 milyon 900 bin içinde sizlarga 4 milyon so'm puli bir dana yine telefonlarını shunday tekinga qo'shib beramiz. Ko'p odamlar media so'raydi, yine media'nın ham narxini sizlarga tushirib beraman. 4 milyon 900 bin so'm qo'yib beraman bugun. 4 milyon 900 bin içinde 3 milyon so'm voucher yine bir dana telefondan shunday qo'shib beramiz. 6 milyon 500 bin so'm satılanını 5 milyon 900 bin so'ma LG İslam LG'den 5 milyon 900 alasılı 3 milyon so'm pulu bir dana telefonunu shunday tekinga qo'shib beramiz. 8 kilolik Walmart 6 milyon 900 bo'lgan 4 milyon 900'e beramiz. 4 milyon 900 içinde 3 milyon so'm voucher'i bir dana telefonu sizlar uchun tekinga bo'ladi. Endi konditsioner sezoni aylik bilasizlar, endi yana boshlanadi. Konditsionerlarni nerealni narxda aytib beramiz. 2 milyon skitchada aytib beryapman. Sizlar TNT'ni именно shu modelini S3 degan modeli narxini 6,5 edi. Endi 2 milyon skitchada 4,5 milyon so'm aytib beraman. Men ham shu 6-800 sotilgan edi, 4,5 aytib beraman. Auxdan 6,5 6-800 sotildi. 4,5 aytib beraman. 4,5 milyon so'm içinde sizlarga yine görüp turganlaringizdek bir dana telefonu 3,5 milyon so'm bonuslarınızı beramiz. Sizlarga mutaçka dostavka ustanobkasini ishlab beramiz. Tak. Bu kıskaça obzor bo'ladi. Üzerimizni iminna kanal uchun bo'ladi. Gaz plita alamanda geldiği için gaz plita uchun eng yaxshi xudo xolasa indi shu dükkanımız açılgandan bana en zor skitchani gaz plitalar bugun qo'yib beracakmiz. Nechik deysizlarmi? Bir gaz plitani olasizlar. Necha so'm olasizlar masalan 3,5 mi, 5 mi, 10 mi farkı yok. Qaysini alsangiz ham 50% voucheringiz qaytib beriladi. Masalan, ishi ko'rib turgan nangiz 2 milyon 500 bin so'm gaz plitaniz 2 milyon 500 bin so'mni size 1 milyon 250 bin so'mini voucher qilib qaytarib olsangizlar bo'ladi. Bunga xohlagan narsa olsangizlar bo'ladi. Endi tezollarga keladigan bo'lsak, tezollar ham shunda tamiz. Ina 43'liklarni aytaveramiz. 43'liklarning narxi masalan shularning 3 milyon so'm bo'lgan, bugungi kunda 2 milyon so'mga tushib turibdi skitchada. 2 milyon so'm içinde sizlarga bir dana telefonlaringizni qaytib qo'shib beramiz. 2 milyon so'm olasizlar, bir dana telefonlaringizni qo'shib beramiz. 50'likler 3 milyon 900 bin so'm alasizlar, bir dana telefonlaringizni qo'shib beramiz. Gel. 55'liklere 4 milyon 900 bin so'm 55'lik alasizlar, bir dana telefonlaringizni qo'shib beramiz. Kelaversizlar. 65'lik alasizlar 6 milyon 500 bin so'm, 6 milyon 500 bin so'm içinde sizlarga yine bir dana telefonlaringiz dostavkasi, ustanobkasi ana görüp turganlaringiz deyil. Kranşteyndan ishlab beramiz. 75'lik 9,5 8 milyon 900'e tushiramiz bir dana telefonum. Yine görüp duran 85'lik alaman desenizler hem narxlarına bir tane telefon qo'shib beramiz. Endi qaranglar. Sizlere bize o'tgan videoda 10 dana nabor qo'yib berganmiz. Hozir men prosta sizlarga qisqacha obzor qilib o'tdim. Dükkanimizda bo'lib turgan yangiliklar bilan tanishtirdim sizlarni. Xudo xolasa endi sizlarga o'tgan videoda qo'yilgan kommentariya showni xudo xolasa bugun o'ynab beramiz. Bolalar telefon beringlar. Telefoningni aytga. Kommentariya showni o'ynab beradi. Videomuz xudo xolasa hammaga katta rahmat. 3700 prosmotr bo'lgan, bu juda katta rezultat. Hammaga bizlarni qo'llab-quvvatlagan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz hammaga katta rahmat. Xudo xolasa ki hozir bu kommentariya showni o'ynab oladi. Ondan borni men sizlarga shu xudo xolasa yana izina qo'yib beraman. Imенно shu videoni ko'rib turib, like bosib, kommentariya yozib, danishlar ulashib keladigan bo'lsangiz, xudo xolasa yana ko'rib turganlaringizni katta podarkalarni sizga qo'yib berishda davom etamiz. Xudo xolasa esa birinchi oxirida yozilgan birinchi kommentariya men sразу bilasizlar, odatim shunday. Birinchi yozilgan kimniki bo'lsa shunga baribir beraman. Tak. Bu Dilnoza
Tak. Görsüper. Dilnaza Durdibayeva. Siz işi görüp duran bir naborning egasi bo'ldingiz. Eminda birinchi g'olibimiz Xudo xolasa aniqlandi. Dilnaza Durdibayeva bo'ladi ekan bu. Tak. Screenshot atib qolamiz. Tak, screenshot etdik. Endi Xudo xolasa qara, banana 3 marta aylantirib boraveramiz. Nani? Videoni. Tak, video giramiz. Tak. 1 2 3. Ishida kim qolsa shunga beramiz. Tak. Yusufbay Rajabov. Sizdan tabriklayman. Shu nabordan birisini egasi bo'ldingiz. Podpishkangiz uchun katta rahmat. Shu videomizdan Xudo xolasa bizani qo'llab-quvvatlab, keyingi videolarda bundan ham kattaroq narsalarni yutib olishingizni tilab qolamiz. Xudo xolasa keyingi 1 2 3. Endi bu 3-chi g'olibimizni aniqlaymiz yine. Kim bu? Tak. Munisa Rahmatullayeva. Sizdan Xudo xolasa tabriklaymiz. 10 nabordan siz 3-chisini olib ketishingiz mumkin. Sizlarni chin yurakdan tabriklayman. Umid qilamanki, shu videomizdan Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, kommentariyani yozib, danishlaringizni ulashib, Xudo xolasa bizning kanalimiz rivojlanishini o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa keyingi g'olibimiz 4-naborni g'olibini ham qaraymiz. 1 2 3. Tajiyev brat, sizdan Xudo xolasa tabriklayman. 5-nabor sizga nasib qildi. O'ylaymanki, Xudo xolasa ishi videomizdan tarqalishini, rivojlanishini kanalimizni hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Keyingi videolarimizda bundan ham katta narsalarni yutishlarni nasib qilsin. Xudo xolasa do'konimizga kelib xarid qilishlarni nasib qilsin. Hammangizni kutamiz. 5-chi, 6-chini aniqlaymiz. Aytib qo'ying, kimga 2 marta tushadigan bo'lsa hisoblanmaydi. Tolqa har kimga bir-birdan. 1. Chunki bu yerda 2 dan, 3 dan yozgan, 5 dan, 10 dan kommentariy yozgan obunachilar bor. 2 3. Yusuf Rajabov. Yana. Sizdan tabriklaymiz. Xudo xolasa kelib nangizni olib ketsangiz bo'ladi. Bu naborimiz 6-chi ham ketdi. 1 2 3. Ulug'bek brat. Bu 7-chisi. Ulug'bek brat, siz ham katta rahmat bizani qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. O'ylaymizki, shu videomizdan bizani qo'llab-quvvatlab, kanalimiz rivojlanishini o'z hissangizni qo'shasizdan umiddamiz. Biz sizlarning shunday qo'llab-quvvatlaringizdan kelib chiqib, biz shunday podarkalarni kattalatib Xudo xolasa boraveramiz. 8-chini o'ynaymiz aka. 1 2 3. Atamuratova Juvanbika. Ana. 8-chi naborimiz ham Xudo xolasa getdi. Sizga ham katta rahmat. Xudo xolasa ishi hozirgi videomizdan qo'llab-quvvatlaysizlar umiddamiz. Chunki bugun dim ajoyib narsalarni bundan keyingi videomizda zo'r kommentariyalar, zo'r narsalarni qo'yamiz. Bu safar sal kamaytiraman-da, kattaytiramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa aktiv bo'lasizlar umiddamiz. Xudo xolasa keyingi videomizdan yutib olishingizni xohlaymiz. Tak. 1 2 3. 9-chi odam kim? Tak. Bagila Imambayeva. Sizdan tabriklayman. 9-chi imindan naborimiz sizga nasib qildi. O'ylaymizki, siz ham shu hozirgi videomizdan qo'llab-quvvatlab, kommentariy yozib, danishlar ulashib qo'yasiz. Keyingi o'yinimizdan Xudo xolasa yutib olasizdan umiddamiz. Tak. 10-chi oxiri kim chiqsa baxtli yana. Sherzod Urunov. Sherzod Urunov 10-chi nabordan egasini Xudo xolasa topildi. Xudo xolasa bu videomizni ham, yani aytganimdek, bu videomizni ham poddeshga atib, keyingi videolarda yana yutib olishingizni tilab qolamiz. Poddeshkadan to'xtamaysiz, radnoy. Yana Xudo xolasa 10 dana g'olibimizni ham aniqlab oldik. Kim modlari chiqqan bo'lsa, ertangdan komment versiyangizni olib ketinglar, iltimos. Chunki bu do'kon, bu yerda turgandan keyin do'konga girganda bir so'rasa yo'q deb bilim, men xarakterim shunday, shuning uchun buni olib qo'yaman. Ertangdan qoldirmang, uzoqqa 2 kun ichida olib ketishingiz shart va zarur. 10 kundan keyin gelmang,
15 gündən keyin gəlmən, 2 gün vaxt sərə, ertən bir gün gəlib vəzifənizə ap getinglər. Bir gün ötədə olmasa, vəziyyət qamaslıqı mümkün. Şunun üçün sizdən iltimas 2 gün içində nədən bolsa ap getinglər. Tak, indi keyinki videomuza gəl görsət. 3 dənə zorunla Xuda xalasa qoyub bərəmən kommentariya şovu. 1, 2, 3 dənə blender qoyub bərəmən. Şu videonu, bunu YouTube alış köpləri biz neçəsək çıxart dedik. En köp sizini nəyinizə aşırışı yutuşunu. Bu iminlə danışlara üləşkəniniz. Sizə yutuşunuzda imkaniyyət köpəyədir. Əgər danışlara köprək yazsanız. Bir kommentariya köp yazıb oturmayın. Bir kommentariya yetədir. Hər kim bir-birdən yazsın, köprək danışlara üləşib qoyunlar. Videonu köp adam, neçəli siz danışlara üləşsən, şunçəli adam köp görədir. Şundan sizin yutuş imkaniyyətiniz güçəyədir. Keyinki videomuzda Xuda xalasa 3 dənə Xuda xalasa yine blenderini Samsung blenderini sərə Xuda xalasa mutra bərəmiş üçün aktiv bolamız. Prosto like basamız, kommentariyanızdan danışlara üləşəmiz. Keyinki həftə götürün 3 dənə blenderini qalıbına anıqlayımız. Həmən yüzdə Optum Texnoloji kitəmiz. Sağ olun, bay olun.